Assalomu alaykum, здравствуйте. Efirga siz kutgan yana o'sha Bog' TV yangiliklari. Bugun O'zbekistonga bo'lgan eng shalpoq, yalpoq yangiliklar bilan men Shonazor Dog'u sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi yangiligimiz kecha ko'p va kunduz kuni bizning mashina kalpagini bitta maymunga o'xshagan Jizu varam qilib ketibdi. Marhamat ko'rishlaringiz. Keyin turtamiz, qanday qilib olamiz, keyin Lekin ham bu qispirish qo'limga tushsa yomon qilaman, mayli. Endi g'ijduvondan gapiramiz. Kecha ikkita xotingina 5600 so'm ustiga talashib, bir-birovini ishton xalatini yirtgan. Marhamat, jabrlangan xotinginani gaplariga quloq soling. Men tishlagan joyimni uzmasdan qo'ymayman. 5600 so'm pulimni baribir olaman. Shunaqa ekan, bu xotinginaga omad tilaymiz. Endi ruxsatlaringiz bilan musiqiy tanaffus. Marhamat, o'rningizdan turib kutib oling. Shovvaz xonanda Najimbek. Bosh qamchi bosh, ichobdir pishakka xos, ey pishak boshing ko'tar yashagin Najimga xos. Hoziylar Rahimova bu qo'shiqni qaytib aytmasa kerak. Mayli, endi navbatni sport yangiliklariga beramiz. Kecha O'zbekiston terma jamoasi Misrga borib, yana yutqizib keldi. Muxlislar esa ularni mana bunday kutib oldi. Tash fotoringalar! Meni yo'laman! Haqsizina, avtobusina! To'g'risi ham-da, men muloqim bachchalarga shippagimni ham ishonib topshirmayman. Shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Buxoro kesalaringiz choy xayr. You want some more of this, bitch?